bu dunyoda inson uchun eng katta berilgan ne'matlardan biri ota-ona. Ota-ona sizga shunday g'am qiladiki, mana o'zimiz ham ota-onamiz farzandlarimizga qanday g'am qilyapti turgan bo'lsak, endi bilyapmiz. Ota-onalarimiz bundan-da ko'p g'am qiladi, bundan-da ko'p xavotir oladi, ertaga kelishib duo qilishadi. Hamisha siz bilan bizga tayanch. O'shanga birinchi navbatda ota-onasi duosini olgan farzand, ota-ona duosini olgan insonlar hech qachon kam bo'lmaydi. Birinchi ota-onaning duosidan keyin ostona xatlab chiqiladi, keyin olg'a qadam bosib yurib ketilaveradi. O'shanga biz ham birinchi ota-onamiz duosini oldik va mahallamizdan qurish jarayonini boshladik. Sabab birinchi xonadon oila, o'sha qo'rg'on, o'sha mahalla, o'sha shahar, o'sha viloyat, keyin markazlarga qarab yuriladi. Birinchi bo'lib mahallani obod qilinadi, oilada sarishtalik qilinadi, keyin unga qarab qolgan maqsadlarga qarab yuriladi. Ota-onasi duosi ijobat, o'shanga hamisha ertalabda turib birinchi qilinadigan ish otajonimiz bilan, onajonimiz bilan ham suhbat bo'lib, ko'chaga chiqishdan oldin albatta ularning duosini olib, keyin shu bilan qadam bosib ko'chaga chiqamiz. Ko'ngil to'q holatda bo'ldi, ota-onamiz duosini oldik, to'g'ri yo'lda ketyapmiz. Bugungi kunimiz kechagindan xayrli bo'lsin deb maqsad sari oldinda yuramiz.